2026-2027 yillar kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik doirasida Urganch tumanida tabiiy gaz ta'minoti tizimini yanada takomillashtirish ishlari izchil davom etmoqda. Asosiy e'tibor aholi va ijtimoiy soha obyektlarini tabiiy gaz bilan uzluksiz va xavfsiz ta'minlash, tarmoqlardagi nosozliklarni bartaraf etish hamda gaz bosimini yaxshilashga qaratilgan. Bugungi kunda Urganch tuman gaz ta'minoti bo'limi tasarrufida qariyb 650 kilometr gaz tarmog'i mavjud. Shuningdek, 867 ta gaz taqsimlash qurilmasi orqali iste'molchilarga tabiiy gaz yetkazib berilmoqda. Mavsumga tayyorgarlik rejasi asosida tarmoqlarni bosqichma-bosqich texnik ko'rikdan o'tkazish, ta'mirlash va modernizatsiya qilish ishlari amalga oshirilmoqda. Urganch tumanida jami 34.500 aholi xonadonlarini uzluksiz gaz bilan ta'minlashga erishamiz. Yetkazib berilayotgan tabiiy gazni iqtisod qilish, ikki bosqich o'tkazish bo'yicha Urganch tumanida 2403 ta reduktor o'rnatish belgilangan bo'lib, bugungi kunda 1943 tasi o'rnatilib 80% ga bajarildi. Maqsadimiz Urganch tumanidagi barcha iste'molchilarni uzluksiz tabiiy gaz bilan ta'minlash. Hozirga qadar gaz taqsimlash qurilmalarining asosiy qismida taftish va sozlash ishlari bajarildi. Eskirgan qurilmalar demontaj qilinib, rejalashtirilgan obyektlarda mukammal ta'mirlash ishlari yakunlandi. Shu bilan birga gaz quvurlarini zichlikka sinash, yer osti tarmoqlarini maxsus uskunalar yordamida diagnostika qilish hamda yer usti quvurlarini bo'yash ishlari belgilangan reja asosida olib borilmoqda. Gaz ta'minoti barqarorligini oshirish maqsadida ikki bosqichli gaz ta'minoti tizimiga o'tish ishlari ham davom etmoqda. Bu esa tarmoqlarda bosimning barqaror bo'lishi va iste'molchilarni sifatli tabiiy gaz bilan ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari aholidan kelib tushayotgan murojaatlar tahlil qilinib, mahallalar kesimida modernizatsiya ishlari amalga oshirilmoqda. Yangi filtrlar, yuqori bosimli gaz taqsimlash qurilmalari va yopuvchi kranlar o'rnatildi. Ayrim mahallalarda eski quvurlar kattaroq diametrli quvurlarga almashtirilsa, yangi gaz tarmoqlari ham barpo etildi. Ayni paytda tumanda mavsumga tayyorgarlik ishlari belgilangan reja asosida davom ettirilmoqda.